Hurmatli obunachilar, assortimentimiz bugunga sirob, nihoyatda xunajun, buqa, ina bola istagan obunachilarimizga albatta jo'natib qo'yamiz bu videoda. Kanalda videomiz oxirigacha ko'rib boring. Albatta narx-navolar bugundan yana tushyapti inshaalloh. Go'sht narxi ham tushib ketsa kerak bu turda. Assalomu alaykum deymiz. Yangi kelganlarga bugun kunlaring hammalaring xayrli bo'lsin. Haftaning seshanba kuni chislarimizga keladigan bo'lsak 2025-yil 2-dekabr sanasida turibmiz. Hamma kuni xayrli bo'lsin. Qishda 2-kuni obunachilar like bosib, gumbillatib turinglar. Obuna bo'lmaganlarga tugmani bosib qo'yishlarini iltimos qilamiz. Albatta mana bu chiroyli variantlarida sizlar uchun biz xizmatdamiz. Qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oybek maza yaxshimi? Sog'lik joydam. Bu akaxonimiz kanalimiz ikkinchi chiqishlari ismlarini aytmadim. Ismlari Hoshimboy ekan. Haqiqatan arzon sotadigan savdogar akalarimizdan birlari. Arzoni bizda, Oybek. Kanalda rivoji 500 ming arzona beraveradilar. Like, podpiska bo'lsa bo'ldi. Like bilan podpiskani gumbillatsin. Chiroyli qilib kommentga otanga rahmat yozib ketsin. O'tgan safar ham arzon qo'yganman. Gap yo'q. Haqiqatan menga telefon qilishdi. Uka, mol tugab qolibdi. Kamoldan yana chiqarsalar aytib qo'ying degan mana obunachilarimiz uchun. Bosamiz. Faqat kanalda rivoj uchun bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, podpiska bo'lib tursin. Kanalda rivojiga qo'yapmiz. To'g'risi gap. Yengil qo'yamiz, yengil ketadi. Albatta, obunachilar uchun yana chegirmalarimiz bor. Chegirmalar, sera. Xuloja variantlarda mana bir qator uchovini ko'rsatib qo'yay obunachilar. Ishonimlik hali bozorga chiqmagan. Dehqon uydan to'g'ri bu yerga kelgan ekan. Biri 24 ga olsin. Biri 24. Biri 24 ga olsin. Xayr barakasiga o'tib beraman. Qani? Qo'lda o'sha. Uka, mana uni 17 million 200 ming so'mga chiroyli xayr barakasiga o'tib beraman. Aka bitta gap. Hozir rosa maqtadiki obuna bo'lganlarga, obuna bo'lmaganlarga 17 million so'mdan yana xayrani qilib berasizmi? Telefon qilasan, chiroyli xayrani qilib beraman. Qarang. Rozimisan? 16.8 ga. Yo'q, 16.8 ga bo'lmaydi. 17 million 300 qo'ydimmi? 300 o'tib beraman sening o'zingga. Telefon qilsa yana o'tib beraman. 17 million so'm obunachilar xayrisi bor mana. Joningiz sog' bo'lsin aka. Kilaga ham to'g'ri kelib qolaveradi, yem-yeb turgan. Qassob akalarimiz ham mana chamalab ko'raverasizlar. Biri 23 chiqyapti. Biri 23. Jub bo'lsin ha, narxida hech qancha tafovut yo'q. Bo'ldi. Ekko'sin narxini bitta qo'yaylik. Bitta ketaveradi. Biri 19 ga olishaveradi. Qara, ekalasi bir yerga. Hop. Tuyoqlari boshqasida ishi yo'q. Janovarlar. Sirg'ib olsa ham bo'laveradi, endi qassobga tayyorib qolgan selkam. Ekalasi bir yerga. Hop. 16 million 8 ming so'mdan yana xayriga o'tib beraman. Qo'lda ishlang. Bozor aka sunnati bilan-da 16,5 million so'mdan ikkalasi bir joyga. Nima deysiz? Xo'p, mana uchovini bir joyga 16,5 dan. Uchalasi bir yergami? Uchalasi bir yerga. Bonus bo'lsin. 16 dan ketaveradi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Uchalasi bir yerga bo'lsa. Xo'p, mana ikkovini 16,5 dan beraveramiz. 16,5 dan beraman ekalasi bir yerga bo'lsa. Xo'p. Tanlab olishga 200 ming topib bor. Bo'ldi. Uchalasi bir yerga bo'ladigan bo'lsa 16,6 dan ketaveradi. 16,6 da mana obunachilar sigir qilaman degan oyoqlarimizga bir jo'natib qo'yaylik. Chiroyli sigir bo'ladi inshaalloh. Keyingi variantlarimiz. Biri 15 ga oldim. Biri 15. Xudo xolasa kuyikib turibdi bu. Kuyikib turibdi. Narxi yengil. 15 million 8 ming so'm xayrini qilib beraman. Ketaveradi. Bo'ldi. Siz ko'zingizda o'qib bo'ldim. 15,5 yana xayrini qilib berasiz. Hey. To'g'risi, men kanal rivoji uchun katta qo'yganim yo'q. Kanal rivoji uchun katta qo'y. Yengil qo'yaman dedingizmi? Yengil qo'yaman dedim. Seni o'zingga qarab tur. Mono mollardichi? Zagonni tushunmayman-da men. Xunojinda, siyirda zagonni tushunmayman. Novvos bo'lsa gap so'z yo'q. Mencha o'tib ber desam, uka to'g'ri keladi yo to'g'ri kelmaydi deyman. 15 million. Yarimga. Lozdan. Ya 15 million 600 ming so'm olish o'rsa mana sen o'zing. Joningiz sog' bo'lsin. 15 million 600 ming so'mga obunachilar. Sigir qilaman desangiz ham variantlar bor mana. Biri 24 ekan. Kamoldan. Biri 24. Xo'p. Bu ena bola variant. Ena bola.
Bolasi biri 6, biri 7 chiqyapti. Bolasi buqa ekan. Biri 5 olsin. Bolasi buqa, novvoscha. Enasi gumon. Enasini ko'rib qizini olgan joy bu. Enasi gumon. Bo'g'oz emasligi. Tushunmaymiz, to'g'risi gap. Kimdir tushunadi, ushlab ko'rib boshqa. Tushunmaymiz. Bu akamiz aslida novvos bilan shug'ullanadilar, buqalar bilan. Sigirimiz bir dehqon akamizdan arzon variantda kelib qopti. O'shaning uchun birinchi tuvushi. Yengil qo'yib beryaptilar. Savdogar akalarimizga tavsiya qilaveramiz. Hali xudo xolasa. Baraka topasizlar. Baraka topishadi. Baraka topasizlar inshaalloh. Sizga hali yetganlar bemalol telefon qilishaversin. Qashda dehqonchilik sizga. Dehqonchilik. Birinchi tuvushi. Mana birinchi bolasi. Endi qonida xudo xolasa bilmaydi qag'ini. Doktorga endi shifokorga tekshirib ko'riladi. Ko'rsatib olishaveradi. Avvalo yutuqlari bo'g'oz chiqib qolsa. Bu yerda priz bo'ladi-da. 38 bo'lsin. 38 million so'm qilib beraman. Ikki hammasidan o'tib kelyapmiz, mo'nim qo'yam. Narxni tushunmayman dedingiz-a? Tushunmayman. Tavakkalga 800 ming o'tib beravering-chi. Yo 800 ga qiynalaman. Tavakkalga. Yo'q, Kamol qiynalaman 800 mingga, to'g'risi gap. Shunda ham men hammasini bir yerda olganman. Men og'ilda borgan molni bir yerdan shunday og'ilda olib chiqdim. Borida tevazda klientlar olib qoldi. 31 bo'pti 4 ga. 31,5 ga ketaveradi. Lozingga 500 o'tyapman. Bo'ldi, ashi yana bitta 100 so'm o'tib qo'yman shu lozga. Jon hisob bo'lsin. 31 million 400 ming so'mga. Obunachilar, bu aytilgan narx albatta muhim emas. Aloqaga chiqsanglar yanada kelishtirib beringlar. Xayri nimasiga albatta chegirmalarimiz bor. Ayniqsa Kamoldan o'zidan chiqdim deganlar uchun albatta chiroyli chegirmalarimiz bor. Behayirishni o'zi yo'q. Albatta. Hayriq beramiz. Biri 15 ga olishaveradi. Obunachilar bu buqa. Bu ham shular qatorida kelgan. Shular bilan bitta og'ildan chiqqan. Yengil aytingchi. Yengilmi? 17 million 8 ga hayri berakasiga o'tib beraman. Qo'l bering. Yana yengillatib qo'y obunachilar uchun. Yarimga ketsa mashi ham. Yo'q, novvosga qiyin. Mayli, Kamolda novvosga qiyin ekan ukasi. Toma ko'rib bo'lar. Tomay qolsa qiyin. Yo'q. Tom qo'ygan yaxshi. Shunaqa men dunyo qo'ymayman ekan ukasi. 200 ming, 300 ming qo'yaman desam hech kim ishonmaydi. Lekin olib qoldimda barakat oyotgan telefon qilyapti. To'g'risi gapda. Bozordan arzon. Hop. Uyga kelib olishadi, solishtirib ham olishaveradi. Haqsiz, arzon. Lekin savdo sunnati bilan-da. Mana shu obunachilar uchun bu 200 o'tib beraman uka. To'g'risi, novvos qiyin-da. Novvos masalasi qiyin. Yarimga. Qani sog' bo'lsin. 17,5 ga obunachilar. Qator ko'rsatib qo'ying. Kamoldan so'ramaydigan bitta narx aytamagan ukasi. Bo'ldi. Bir oshiqroq ekan, birga olsin. 1 metr bo'ylari. Qap-qora, tumqorasidan boqaman bu qachon deganlarga. Mana obunachilar. Uzunligi yaxshi ekan buzog'imizni. Xudo xolasa korpusi ham yaxshi. Buzovchani korpusi ham yaxshi. Bu ham shu og'ildan bitta chiqqan. Bu enasiga kech qolibdi, enasi sotilib ketib qolibdi. Uka. Hop. 12,5 million so'mga hayri berakasiga telefon qilishadi o'tib beraman. Qo'l bering. Ash 200 so'm o'tib qo'ydim. 12 million 300 ga yana hayri berakasi. Telefon qilsam o'zlariga chiroyli o'tib beraman. Kamolda hop degan. Hopda bo'ldi 100 so'm o'ting. 12 million 400 ming so'm. Erkak kishini lo'singacha. Dastlabki qayergacha? Dastlabki xudo xolasa 3 ta olsa Toshkentgacha qilib beraman. Hop. U yog'ini kelishgan holatda qilib beraveraman. Toshkentdan u yoq. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Faqat Toshkentdan u yog'iga obunachilar kelishilgan holda, nimaki bu savdogar akamiz ham ustroyt qilmay qolishi mumkin. Vodiy bo'ylab dastlabki umuman muammo qilmay telefon qilishaversin. Vodiyliklarga haqiqatdan yaqinda chegirmalar anchagina. Qayerdan bo'lsangiz ham mana shu telefon qilinglar. Mana shu mol yo'qdi desa, albatta kelishilgan holatda yetkazib olib borib beramiz. Maqsad sotish, aka. Maqsad sotish. Maqsad sotish, obunachilar bittadan like bosib qo'ysin. Bo'ldi. Obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Iltimos video muntazam ravishda har kungiligini inshaalloh chiqarib boramiz. Narx-navolarni yoritamiz. Albatta sizlar ham xabardor bo'lib turasizlar. Hammani chorvasiga, oilasiga, rizqiga Alloh barakasini bersin deb videomizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.